Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Albatta yer yuzini zabt etish qaysi bir usullar bilan oson emas. Har kimga ham nasib qilavermaydi. Masalan, yer yuzini mana bunday ham qo'lga olish mumkin. Mana yer yuzini qo'lga oldim. Yana bir juda ham muhim tomoni borki, yer yuzini mana bunday qilib ham qo'lga olish mumkin. Dunyo mamlakatlari albatta u yerda aks teskari ko'rsatyapti yozuvlarini, lekin dunyo mamlakatlari kitobi Laziz Rahmatovni o'qigan sari o'qigingiz keladi. Men mana nima deydi, bir shingil birinchi varog'ini otsangiz meni yuragim jizillaydi. Afg'oniston Islom Amirligi 2021-yildan hududi 652,8 ming kvadrat kilometr, poytaxti Qobul shahri 3,8 million aholi yashaydi. Amir Qandahor shahrida yashaydi. Aholisi 35 million 2025-yildan. Davlat tili pushtun va dari. Rasmiy dini islom 99%. Milliy bayram Mustaqillik kuni 19 avgust 1919-yil Buyuk Britaniyadan xalos bo'lgan, mustaqil bo'lganligi. Pul birligi afg'oniy, telefon kodi +93. Ma'muriy bo'linishi aholisi unitar davlat 34 ta viloyatdan va 398 ta tumandan iborat. Yirik shaharlar Hirot, Mozori Sharif, Qandahor va Jalolobod. 20 dan ortiq millat yashaydi. Etnik tarkibida pushtunlar 42%, tojiklar 35%, o'zbeklar 18%, hazoriylar 10% asosiy ulushlarga ega. Albatta dunyoni ilm bilan, kitob bilan qo'lga olishimiz mumkin. Kitobdan yiroqlashmaylik. Sog' bo'linglar.